Quruvchi qancha qurish kerak yana buni? Truba yorilib ketgandan keyin qancha kuchim kerak hali? Voy qo'rquvmi, hali ancha kuchingiz kerak. Chunki juda yomon bo'lib ketgan bu yerda, juda ham yomon portlab ketgan. Hali buni hammasini olish kerak. Voy qancha kutish kerak ekan. Endi mana qarang, truba yorilib ketganini men bu yerda yashab tursam bo'ladimi endi? Yo'q, iltimos yashab turmang, chunki menga xalaqit qilasiz. Agar yashab tursangiz men uzora bo'laman. Agar yashamaysangiz, boshqa ko'chib tursangiz, vaqtincha men tezroq bo'laman. Xalaqit bermay turasiz. Voy qancha ekan o'zi, qancha ko'chishim kerak ekan? 3-4 kuncha yetadi menga. Nima 3-4 kun? Voy, namchi ko'p qatda yashab turaman. 3-4 kun. Voy, nima qilaman endi 3-4 kun? Bilmadim, o'ziga joy toping, vaqtincha uy toping, bilmadim. Qayerdan uy topaman endi? Vaqtdan bilayman, quruvchiman-ku. To'g'ri, uzr savol berganman, quruvchisiz-ku. Axir rostdan ham bo'pti, toparman, qayerdadir yashab turarman. Bo'pti, xalaq berib tursangiz yaxshi bo'lardi-da. Bo'pti, bo'lmasam chiqib ketasizmi? Turman yorilib ketgan, hali tomni sindirish kerak, o'sha yerdan suv olish kerak, hamma suvni. Suvni olish kerak, tomni sindirib ichida trubalardan. Endi truba shunaqa narsani endi sinadigan. Bo'pti, mayli, qo'shnim uyda yashab turarman. Bo'pti, sizga rahmat kattakon quruvchi. Hozir men hamma narsalarimni olaman bu yerdan, keyin chiqib ketaman tezroq. Siz tezroq yordamlashasiz. Tezroq quraverasiz bu yerda. Davay bo'lmasa, sandiqimga ham borib olishim kerak. Davay bo'lmasa, sekin-sekin hamma sandiqimning narsalarini ham olishim kerak. Mana buni qaranglar, hozir hamma suvni olishar ekan shu yerda. Voy, sekin-sekin mana qissa kirib olamiz. Davay bo'lmasam, faqat iltimos tezroq bo'ling. Xo'p, mana hali stolni ham oldim, pechka versaklarimni ham olaman. Ana oppa bo'ldi. Bo'pti, sizga rahmat, omad, tezroq bo'ling iltimos. Ana bo'ldi. Hamma do'stlar, men kompot yangi joyga yoshib kelibsizlar. Mana buni qaranglar, hozir hammalar eshitib turdinglar. Men uyimda truba yorilib ketdi. O'shaning uchun hozir trubadan suv olishar ekan, yo'q qilishar ekan, shu trubani tuzatishadi hali. Yangi qo'yishadi, bilmadim hali qancha ishligisi bor. 3-4 kuncha deyishyapti. O'shaning uchun 3-4 kun men qayerdadir yashab turishim kerak vaqtincha endi. Men o'yladimki, qo'shnim uyda yashab turaman. Qo'shnim yo'q emas kerak endi menga. Qo'shni ocha qol kiraversam bo'ladimi? Kapot kiraver. Salom kapot. Salom, qo'shni yaxshimisan? Kapot, o'zingni qalay, ishlar yaxshimisan? Bitta muammo bo'lib qoldi-da qo'shni. Men uyimda truba yorilib ketdi-da. O'shaning uchun hali trubani yangilashni tuzatish uchun 3-4 kun vaqt ketar ekan. Bitta iltimosim bor edi. Sen uyingda yashab tursam bo'ladimi, iltimos? Voy kapot, men uyimga kechasi qarindoshlarim kelyapti, ko'p qarindoshlar kelyapti, lekin yo'q kapot, yo'q deyishga qaror qildim. Kapot, lekin uzr, uyimga qarindoshlarga otindi. Mayli qishloqqa rahmat, senga uzr bezovta qo'ygan bo'lsam, qishloqqa yo'q dedi. Qarindoshlar kelar ekan uyga, to'g'ri. Endi qarindoshlarni oldida turibman-ku, mayli bo'lmasam do'stlar, nima qilishni ham bilmayapman endi. Balkim rostdan ham o'zimga vaqtinchalik uy qurmoqchiman, vaqtinchalik uy quraymikan kichkina. Mana shu eng zo'r fikr bo'ladi. Hozir men bu skladga borib bloklar olib kelaman. Qo'shnim edi endi, qo'shnimdan boshqa hech kim uyda tura olmayman. Boshqa mayli bo'lmasa mana shu uy quraman. Hozir skladga borib kelib, skladdan bloklar olib, shu yerda qurishni boshlayveraman bo'lmasa. Mana bo'ldi, men olib keldim doskalar. Hozir bo'lmasam boshlaymiz qurishni. Mana mashta 7 ta blok quraman, 7 ta blok. Normal bo'ladi. Katta ham qurib olmayman, hech kimga xalaq bermasligi uchun kichkina ham qurib olmayman. Davay bo'lmasa hamma narsa siqatganga qilib qo'yman. Bo'ldi, mana mashqa kichkinagina uy bo'ladi 7 ta blokka. Xo'p, men bunaqa bo'lishlik qurmoqchiman. Yerga ham mana yoqqa versak pechkalarim ham bor. Mana yoqqa versak pechkalar qo'yib chiqaman. Xullas, juda ham zo'r bo'ladi. Kapot, salom, nima qo'ysam bo'pti. Salom, men bu yerda uy quryaptim vaqtinchalik 3-4 kundan biz bo'lib tashlayman. Chunki muammo bo'lib qoldi uyimda. Men uyimda truba yorilib ketdi. Hozir quvadi kelsa bilan ko'rsaman. Xolasa mehmonga chaqiraman. Yo'q, kapot. Kimdan ruxsat so'radingsan bu yerda qurishni o'zi? Nima kimdan ruxsat so'rading? Muammo bo'lib qoldi-da. Uyimda truba yorilib ketdi. 3-4 kun shu yerda turib turadi, 3-4 kundan keyin yo'q qilaman. Yo'q kapot. Kim senga ruxsat berdi o'zi? Mumkin emas. Bunaqa qoida bo'yicha zaraqshinoda uy qurish mumkin emas. Kapot bunaqa. Voy, nimaga mumkin emas-kan? Mer endi chunki meni ham uyimda muammo bo'lib qoldi. Yashab turmayapman, hech kim uy yo'qmayapti mana. Kapot, yo'q, lekin mumkin emas kapot. Nimaga mumkin emas-kan? Men axir yashab turishga da'vatman-ku, 3-4 kundan keyin yo'q qilaman. Kapot, yo'q dedim, qo'l senga xohlasa bitta joy bor biz tashlagan. Xo'p, biz tashlayman.
nima deyapsan endi? Kapot, mana xullas, mana mashta yashab turasan, san xonasan. Nima shu yerda yashab turaman? Ha, uy yo'li uchun mana shunaqa kichkina uy qurib ko'rganman deyapman. Prosta uy qurish mumkin emas, qoida bo'yicha bizga qishadi. O'shaning uchun mana mashta yashab turasan endi. Nima o'zi uy qurdingmi? Qanaqaligini men buni qaragan, o'rgimchak to'g'ri bo'lib yotibdi, qanaqadir nasl o'sib yotibdi, tomda teshik bor. Yomg'ir yog'sa nima qilaman keyin? Kapot, endi uy yo'li uchun shunaqa tekiga narsa qilib qo'yganman, zo'r молодецman. Juda ham молодецsan. Mir, nimaga ruxsat bermayapsan uy qurishga? Ertaga qo'ysanga qo'ynini bo'lcha qo'ymasan, xonasi shu yerda yashaptir. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Degani endi mer bu yerda qanaqadir sasotku ham qanaqa yashab turaman bu yerda. Yashama Kapot, lekin uy qurishi mumkin emas qishloqda. Kapot eslab qol buni. Obbo mer bore qolgan ishimni qilaman ana bo'ldi. Sasotdan chiqasiz mana. Endi bildingmi qanaqa shasini o'tda. Obbo do'stlar, rostdan ham sasotda o'tda 5 minutdan ko'p yashab tura olmayman o'tda. Nima qilsam bo'ladi endi? Mer ruxsat bermayapti endi. Sasotda o'tda mumkin emas, qoida bo'yicha 3 kun 4 kun ham mumkin emas deyapti. Mayli nima qilaman endi? Yer tagida qursammikin, shaxtada qursammikin? Shaxtada bo'lmaydi, qorong'i qo'rqimchilik. Balkim o'rmonda qursammikin? Wow, juda ham zo'r fikr keldi. Hozir men o'rmonni quraman. Men ham o'ta sasmiydi, men gaplari bilan o'zini mana bo'ldi, mana mashт daraxtlar tagida. To'xtanglar, daraxtlarning orqasida olmaman. Manda juda ham zo'r fikr keldi, juda ham zo'r g'oya keldi. Men daraxt ichida quribman. Hozir menga bitta narsa kerak bo'ladi, krashich qilib olay. Xo'p, meni qaychi ham krashich qildim. Menga kerak emas, barglarni olib tashlaymiz. Menga xalaq berayotgan. Xullas, men daraxt ichida uy qurmoqchiman. Daraxt ichida uy birinchi marta bunaqa bo'ladi. Yana hech kim ko'rmaydi ham uni, hech kim aql o'rgatmaydi menga. Daraxt ichida uy juda ham zo'r-ku, axir to'g'rimi do'stlar? Va hozir kerak emas, barglarni olib tashlayman. Amitkezni olib kelishim kerak. Hozir keling narsalar olib kelaman, skladdan kelaman sizlarga do'stlar. Mana bo'ldi. Tayyor bo'lyapti. Ichi tayyor bo'ldi. Bezatsa bo'ldi. Mana qaranglar, 1 2 3 hoppa, mana qaranglar. Wow, juda ham zo'r o'xshayapti, lekin juda ham zo'r bo'ldi. Sirli joy bo'ldi. Rostdan ham hech kim topa olmaydi bu yerda. Mana bo'ldi. Mana mashta uy quraman endi. Kalavat, pechka, versak, hamma kerak narsalar qo'yaman. Mana bo'ldi. Men kerak emas narsalarni sandiqqa qo'yib chiqaman. Mana sandiq ham hali tepaga olib chiqib qo'yishim kerak. Xo'p, mana bo'ldi. Juda ham zo'r bo'ladi, lekin do'stlar, kalavat qo'yaman. Mazza qilib 3 kun yashab turaveraman endi vaqtincha. Hech kim menga gapirmaydi ham, hech kim ko'rmaydi ham, sirli joy bo'ladi bu yerda. Juda ham uncha sovuq bu yerda, lekin mayli desa bo'ladi. Axir menda pechka bor-ku sovuqliga. Xo'p, mana hozir narsalar olib kelishim kerak men endi skladdan. Oshxona olib kelishim kerak, chunki men skladga borganimda ko'ruvdi oshxona uchun narsalar. Mana do'stlar, oshxona uchun narsalar, hamma narsalar olib keldim. Tualet olib keldim, vanna olib keldim. Bo'ldi, juda ham zo'r bo'ldi. Hamma kerakli narsalar o'zimga olib keldim. Chunki boya skladga bloklar olganimda ko'ruvdim. Yo'qnaqa lyukam olib keldim. Juda ham kerak bo'ladi. Lyuk oyna olib keldim, oyna. Lekin oyna qayerga qo'yaman bilmadim. To'g'ri, endi 100% qishloqga qaratib qo'ymayman. Oynamni o'rmonga qaratib qo'yishim mumkin. Hozir ko'ringlar o'zingizlar do'stlar. Mana masha qo'ysam yaxshi bo'ladi. Hozir to'xtab turinglar. Hoppa, mana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Mana mashta endi oyna turadi. Juda ham zo'r-ku axir bu. Juda ham yoqib ketyapti, lekin mana shu uy. Xo'p, endi boshqa narsalar ham qo'yib chiqishim kerak. Hali menda tualet bor, hojatxona, vanna bor, hali cho'milaman hali shu yerda. Davay bo'lmasa versak sandiqlarim ham tepaga olib chiqarishim kerak. Sandiqlarim hozir shu turibsin kerak emas narsalar bilan. Mana shu yerga kalavat qo'yaman. Hoppa, normal kalavatdan uyg'onaman, oynaga qarayman, juda ham zo'r o'rmonni ko'raman. Xo'p, endi hozir mana nima o'yna qo'ysam ekan? Oshxona qo'yaman. Oshxona qo'yishim kerak. Bu yoqqa hozir birinchi bo'lib pech qo'yib olishim kerak. Ertadan bu yerda sovuq deb o'shaning uchun shunda boshim yonida pech qo'yaman, so'ymasligim uchun bu yoqqa pech qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, virsak ham hozir bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Wow, juda ham zo'r bo'ldi. Ana endi hozir oshxona qo'yishim kerak. Suv ham bo'lmaydi. Yo'q, gilam oldim. Gilam issiqroq bo'lishgan bu gilam. Voy, obbo, bitta non yetmadi. Qasamga tegayapti. Do'stlar, sizlar ham shunaqa bitta non yetmay qolsa shunaqa asabiylar zilib ketadi. Men ham shunaqaman.
Shuning uchun bu yoqqa hozir duxovka qo'yaman, mana shkoflar qo'yaman, oshxona nasib bo'lsa ustiga sabzi qo'yib qo'yaman, sabzi yeb o'tiraman. Sho'rva bo'ladimi deyman-da, bugun ham mayli. Xo'p, yana menda bunaqa pichoqlar bor narsalar pishirish uchun, mana bunaqa umumvallik ham bor. Xo'p, bittasida qo'l yuvaman, bittasida idishda olib yuvaman. Juda ham zo'r axir. Ham yoqqaga hozir pichoqlar osib qo'yaman, nimadir pishirish uchun, narsa pishiraman. Xo'p, bo'pti, endi hozir tualet vanna qo'yishim kerak. Xo'p, mana shu qo'yaman tualet vannani. Bu yoqqa vanna qo'yib qo'yaman. Cho'milish qanaqa bo'lar ekan daraxtda. Endi hojatxona tualetda g'alati qo'yib qo'ydim, boshim yonida ham mayli, farqi yo'q axir menga. Ana bo'ldi do'stlar, mana shu cho'milish qanaqa bo'lar ekan endi daraxt ichida juda ham zo'r bo'lsa kerak. Ana bo'ldi, sandiqni ham tepaga olib chiqib qo'yishim kerak endi. Xo'p, sandiqni ham sindiraman, hamma narsalarni dalimga qo'yib olib ketdim bo'lmasam. Mana shu sandiqimni qo'yib qo'yaman. Ana bo'ldi do'stlar, mana bo'ldi, sandiqimni ham qo'yib qo'ydim ikkalasini ham. Endi mana bu yerda 3-4 kun yashashim shart emas do'stlar. Bir hafta ham yashay olaman, farqi yo'q. To'g'risini aytolmasligi do'stlar. Stol qo'yishim kerak axir, men stolga qo'ysamgina obbo, mayli pechka hozir kerak emas. Bitta pechka menga yetadi, hali duxovka bor, mana bitta pechka, xullas hammasi yetadi. Issiqqina gilamam bor bu yerda, shuning uchun stol qo'yaman. Chunki men ishlashim kerak bu yerda, hali noutbukimni qo'yib qo'yaman. Mazza qilib noutbukimni ishlasam ham bo'ladi. Ana bo'ldi do'stlar, rostdan aytolmasligi 3-4 kun yashash farqi yo'q, menga bir hafta ham yashasam bo'ladi do'stlar. Sizlarga yoqdimi? Kommentariyada izohlarda yozib qo'yinglar. 1 dan 10 gacha qancha zo'r bo'ldi? Menga 11 dan 10 bo'ldi. Bo'pti do'stlar, mazza qilib hozir ishlayman endi. Mana shu mazza qilib uxlayman xohlaganimcha, 3-4 kun yashab tursam bo'ldi taxminan. Bo'pti, mana qaranglar, ustidan oddiygina daraxtga o'xshayapti. Oddiygina daraxt, momentlarda hozir oynalar bor. Ichiga kirsa juda ham zo'r, komfortli uy. Nima deyishim bilmayman, axir juda ham xursand bo'lib ketaman, chunki o'zimga oddiy uy qurdim. Mana shu ishlayman endi. Bo'pti do'stlar, izohlarda qoldirib qo'yinglar. Sizlarga yoqdimi bu yoki yo'qmi? Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasa, hammaga xayr do'stlar. Sog' bo'linglar. Keyingi joyimda kuzatishga davom etinglar. Hammaga xayr.